Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. Hop, ikkinchi variant 33, 34, 35 savollar tahlili. O'sha abituriyent biologiya milliy sertifikat testlar to'plamidagi variantni tahlili bilan tanishib chiqamiz. Savolda energiya almashinuvining 3 ta bosqichida jami hosil bo'lgan energiya 14490 kilojulni tashkil etadi. Bizda 3 ta bosqich bor ekan. Birinchi bosqich bu hop tayyorgarlik bosqichi. Tayyorgarlik. Hop, ikkinchi bosqichimiz anaerob bosqichi. Va uchinchi bosqichimiz aerob bosqichi. Hop, jami 14490 kilojulni tashkil etadi. Hop, endi bizda savolda aytyaptiki, to'liqsiz va to'liq parchalanishdan 184 molekula ATF molekulasi hosil bo'lgan. Bizda to'liq bor hamda to'liqsiz, ya'ni chala desak bo'ladi. To'lig'i X, to'liqsizi Y deb olsak, bundan jami 184 molekula ATF hosil bo'lgan. Hop, endi bu jarayonda glikoliz bosqichida sarflangan ATF molekulasi hop, aerob bosqichda hosil bo'lgan ATF molekulasidan 3,6 marta kam. Hop, biz agar ADF deb olsak, misol uchun 10 mol ADF sarflansa, 10 mol ATF hosil bo'ladi. Misol uchun. Endi bizda masala shartda aytganki, glikoliz jarayonida, ya'ni glikoliz jarayoni to'lig'i ichida ham sodir bo'ladi. 2x da ADF sarflanadi. To'liqsizi ichida ham 2y da ADF sarflanadi. Endi aerob jarayoni ham to'lig'ida sodir bo'ladi. Bunda 36x da ATF hosil bo'ladi. Endi bizda hosil bo'lgan 36 ta x 2x plus 2y ga, ya'ni bu ikkovi hop glikoliz jarayonidan hosil bo'lgani hisoblanadi. 36x 2x plus 2y ga bo'lsak 3,6 chiqishi kerak ekan. Endi bu teklama ishlaydigan bo'lsak 3,6 bu tomonga ko'payadi. 3,6 ni 2x ko'paytirsak 7,2x plus 7,2y teng 36x ga. Hop, endi 36x dan 7,2x ayirsak 28,8x teng bo'ladi 7,2y ga. Hop, endi bu ikkilasi 4 ga qisqaradi. Shunda 4x teng bo'ladi y ga. Hop, endi bizda bu yerda to'liq x, to'liqsiz y. X plus, ya'ni 38x desak bo'ladi, plus 2y teng 184. Endi y ni o'rniga 4x qo'y degani mana bu tenglama. Mana. Hop, 38x plus 2 ko'paygan 4x teng 184. 2 ni 4 ko'paytirsak 8x, 38 ga 8 qo'shsak 46x teng bo'ladi 184 ga. X teng bo'ladi 184 ni bo'lamiz 46 ga. 4 ekan. Demak, x imiz 4 molga teng ekan. Bu degani 4 mol to'liq parchalangan glukoza. Endi y ni topib beradigan bo'lsak, y teng hop, bitta y 4x ga teng edi. Demak, y ni o'zi 16 ga teng bo'ladi. Demak, chala parchalangan, ya'ni to'liq parchalangan glukoza 16 mol desak bo'ladi. Hop, endi masala sharti 33-savolda energiya almashinuvining tayyorgarlik bosqichida hosil bo'lgan energiya miqdori kilojul aniqlang. Hop, dastlab biz to'liq parchalanganda qizil markerda topamiz 33-savolda. Hop. 1 mol glukoza to'liq parchalansa, jami 2800 kilojul energiya hosil bo'ladi. Endi biz masala shartda 4 mol to'liq parchalandi deyapti. Hop. Ko'paygan 2800. 11200. Bu to'liq parchalanish jarayonida hosil bo'lgan umumiy energiya miqdori. Hop, endi chalada 1 mol glukoza chala parchalansa 200 kilojul energiya hosil bo'ladi. Bizda 16 molidan qancha deymiz? Hop, 16 ko'paygan 200. 3200. Endi bu 3200 ga 11200 qo'shsak plus 11200 14400. Bizda jami anaerob hamda aerob bosqichda 14400 kilojul energiya hosil bo'ldi. Endi 14490 dan 14400 ayirsak 90 kilojul bu endi tayyorgarlik bosqichida hosil bo'lgan energiya va issiqlik sifatida tarqalib ketgan energiya desak ham bo'ladi. Demak, 33-savolga javob A ekan. 34. Energiya almashinuvining 3-bosqichda ATFda to'plangan energiya miqdori aniqlang. 3-bosqich, ya'ni aerob bosqichi hisoblanadi. Bizda 4 mol glukoza parchalangan. Endi 1 mol glukoza parchalansa 36 ta ATF hosil bo'ladi. 4 molida qancha qilamiz? 4 ko'paygan 36.
144 ta. 144 ni 40 ga ko'paytiramiz. Chunki bitta ATFda 40 kilojol energiya to'planadi. 5760 bu 144 va buni 40 ga ko'paytirsak, bu 5760 ATFda to'plangan energiya miqdori hisoblanadi. Demak, 34 ga Y javob bo'ladi. 35 energiya almashuvining ikkinchi bosqichda issiqlik sifatida tarqalgan energiya miqdori. Ikkinchi bosqich degani glikoliz olamiz. Bu yerda to'lig'i ichida ham bitta glikoliz bor, 1 mol edi. Bizda 4 mol bor, hamda 16 mol chala bor. 4 ga 16 ni qo'shsak, jami 20 mol bo'ladi. 4 ga 16 ni qo'shamiz, yana qaytaraman. 20 ni issiqlik sifatida 120 kilojol energiya tarqaladi. 20 ni 120 ga ko'paytirsak, 2400 kilojol bu o'sha energiya almashuvining ikkinchi bosqichda sarflanib ketadi. Demak, 35-savolga to'g'ri javob D bo'ladi. 36-savol tahlili. Ma'lum bir o'simlik hujayrasida 3 ta bir xil uzunlikdagi DNK molekulasi o'rganildi. Demak, bizda birinchi DNK, ikkinchi DNK va uchinchi DNK. Xo'p, ushbu DNKlar bir xil uzunlikka ega. Bunga ko'ra birinchi DNK molekulasidagi adenin, shu DNK molekulasidagi barcha nukleotidlarning 20% ni tashkil etadi. Ikkinchi DNK molekulasidagi sitozin, hop, adenin, timin, guanin, sitozin. Ushbu DNK molekulasidagi umumiy nukleotidlarning 40% ni tashkil etadi. Va uchinchi DNK molekulasidagi timin, hop, bu yerda adenin, timin bor. Bu timin umumiy nukleotidlarning 15% ni tashkil etadi. Hop. 15% ni tashkil etadi. Hop, masala shartida uchala DNK molekulasida jami 840 ta guanin nukleotidlar mavjud. Demak, umumiy guaninlarni topishimiz kerak ekan, birinchi ishimiz. Hop, adenin 20% degani guanin ikkilisi 50% ni tashkil etadi. Bitta DNK, bitta zanjirida. Hop, guaninlarni 30% deb olamiz. Ulushda 0.3. Endi bularni biz X deb olamiz. Guanin 0.3X ekan birinchi DNKda. Ikkinchi DNKda sitozin 40% degani guanin ham 40%. Bu degani 0.4X deb olamiz. Timin 15%, sitozin 35% bo'ladi, chunki ikkilisi 50% bo'lishi kerak. Endi bu tomonda ham 50% bo'lishi uchun guanin 35% tashkil etadi. Demak, 3-DNKda 0.35X bo'ladi. Endi jami shu X larni qo'shadigan bo'lsak, hop, 0.3 ga 0.4, 0.7, 0.7 ga 0.35, 1.05X teng 840 ga. Chunki guaninlar soni 840 ta ekan, masala shartida bergan. X teng bo'ladi. 840 ni 1.05 ga bo'ladigan bo'lsak, 800 ta bo'ladi. Hop, demak, guaninlar 800 ta ekan. Hop, buni X bu bitta DNKdagi umumiy nukleotidlar deb olsak bo'ladi. Birinchi DNKda 800 ta nukleotid, ikkinchisida ham 800 ta nukleotid, uchinchi DNK bo'lagida ham 800 ta nukleotid bor. Chunki bir xil uzunlikka ega. Endi birinchi DNK molekulasidagi adeninlar, guaninlar, timin, sitozinlar sonini aniqlaymiz. Buning uchun 800 ni 0.3 ko'paytirsa guaninlar kelib chiqadi. Ya'ni 800 ni 0.3 ko'paytirsa 240 ta bo'ladi. 240 ta guanin degani 240 ta sitozin degani. Xo'p, endi 800 dan 480 ni ayirsak 320 bo'ladi. 320 adenin bilan timinga qoladi. 320 ni 2 ga bo'lsak 160 ta bu adenin, 160 ta timin degan. Ikkinchi DNK molekulasida 800 ta nukleotid bor. 800 ni 0.4 ko'paytirsa guaninlar soni 320 ta bo'ladi. Xo'p, endi 320 ta guanin degani 320 ta sitozin degani. Ikkalasini qo'shsak 640 ta. 800 dan 640 ni ayirsak 160, 160 2 ga bo'lsak timinlar soni 80 ta, adeninlar ham 80 ta. Uchinchi DNK molekulasida 800 ta nukleotid bor va 800 ni 0.35 ga ko'paytirsak, ya'ni 35% degan 280 ta guanin bor, 280 ta va 280 ta sitozin bor. 280 280 560, 800 dan 560 ayirsak 240, 240 ni 2 ga bo'lsak timinlarga qoladi 120 ta hamda adeninlar 120 ta tashkil etadi. Bo'ldi, nukleotidlarni topib oldik. Xo'p, endi masala shartida uchala DNK molekulasidan sintezlangan I DNK molekulasini uzunligini aniqlang. Bizda 3 ta DNKda jami nukleotidlar har birida 800 tadan bo'lsa 800 ni 3 ga ko'paytiramiz. 2400 ta nukleotid bu DNKda. Xo'p, endi DNK va RNK. Xo'p, DNK ikkita zanjirdan tashkil topgan. Buni biz 2X deb olsak bo'ladi. RNK bitta zanjirdan tashkil topgan X deb. Endi 2400 ta bo'lsa DNK molekulasi tarkibida umumiy nukleotidlar RNK ga 1200 ta bo'ladi. Chunki bitta zanjirdan tashkil topgan. Endi 1200
ko'paytiramiz 0,34 ga va bo'lamiz 1 ga. Chunki renka bitta zanjirdan tashkil topgan. 1200 ni ko'paytiramiz 0,34 ga 4,8 nanometrni tashkil etadi. Demak, renkani uzunligi 408 nanometr ekan. Javob 408. 37-savol tahlili. Shimpanzening ikkita ovogoniy hujayralari 3 marta mitoz bo'lindi. Hosil bo'lgan birinchi tartib ovochitlarning barchasi meyoz bo'lindi va hosil bo'lgan tuxum hujayralarining 12,5% qismi normal jinsi Y xromosoma spermatozoidi bilan, qolgan qismi esa normal jinsi X xromosomali spermatozoid bilan urug'landi. Va hosil bo'lgan zigotlar 2 marta ekvatorial bo'lingandan so'ng hosil bo'lgan blastomerlarda jinsi X xromosomalar sonidan aniqlanadi. Demak, bizda bitta ovogoni birinchi marta mitoz bo'linganda 2 ga bo'linadi, binar bo'linish. Bu birinchi mitoz. Va hosil bo'lgan ovogonilar yana ikkinchi marta mitoz bo'linadi, natijada 4 ta hosil bo'ladi. Va bular yana bo'linadi, jami 8 ta hujayra hosil bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Bu 3-marta mitoz. Xo'p, endi bitta ovogonidan 8 ta, ikkita ovogonidan 16 ta. Va ushbu 16 ta hosil bo'lgan hujayralar meyoz bo'lingandan keyin 16 ta gaploid to'plami o'sha hujayralarni hosil qiladi. Xo'p, endi bizda hosil bo'lgan zigotalar 2 marta ekvatorial bo'lingan degan. Bizda birinchi meridional, ekvatorial, ekvatorial. Xo'p, birinchi ekvatorial hamda ikkinchi ekvatorial. Xo'p, birinchi marta meridional bo'linganda 2 ta, ikkinchi marta 4 ta, uchinchisida 8 ta ekvatorialda. To'rtinchi meridional keladi 16 ta va ikkinchi ekvatorial 5-chi keladi 32 ta. Xo'p, endi 16 ni 32 ga ko'paytirsak, 16 ko'paygan 32. Jami 512 bo'lar ekan. 512 ta. Xo'p, endi bizda x bor, y bor. Hosil bo'lgan 16 tamizni 100% desak, 12,5% ni topamiz. Xo'p, 16 ko'paygan 0,125. Demak, 2 ta. Ikkitasi Y xromosomali spermatozoid bilan zigota hosil qiladi ikkitasi. Bizda jami 16 ta edi. 16 dan 2 ketsa, 14 tasi esa X xromosomali spermatozoid bilan birga zigotani hosil qiladi. Xo'p, endi masala shartda aytganki, blastomerlardagi jinsi X xromosomalar sonini aniqlang. Bu yerda X xromosomalar soni 14 ni 2 ga ko'paytirsak 28 ta bo'ladi. Va bu yerda XY da bitta X xromosoma bor, ikkitasida 2 ta. 28 ga 2 ni qo'shsak 30 bo'ladi. Va biz 30 ni 32 ga ko'paytirsak 30 ko'paygan 32. 960 tani tashkil etar ekan. Demak, to'g'ri javob 37 ga 960 bo'lar ekan va bu yerdagi 16 ni 32 ga ko'paytirishimiz kerak emas ekan. Xo'p, 38-savol tahlili. Energiya almashuvi jarayonida 2880 gram glukoza chala to'liq parchalandi va bu jarayonda aerob bosqichda hosil bo'lgan ATF molekulalar soni glikoliz bosqichda hosil bo'lgan ATF molekulalar sonidan 9 marta ko'p ekan. Birinchi navbatda, hop, 38-savol tahlili. Birinchi ish 2880 ni 180 ga bo'lib olamiz. Molni topib olish uchun 2880 bo'lingan 180 16 mol ekan. Jami to'liq hamda chala parchalangan glukoza miqdori. Endi to'liq parchalanishi X deb olsak, to'lig'i ichida bitta aerob, bitta glikoliz jarayoni sodir bo'ladi. 36X da ATF, 2X da ATF hosil bo'ladi. Va to'liqsiz deb olamiz. To'liqsiz. Buni Y deb olsak, bundan 2Y da ATF hosil bo'ladi. Endi masala shartida aytayaptiki, 36X 2X plus 2Y ga eng muhim jarayon shu 2X plus 2Y bo'lsak 9 bo'lar ekan. Endi 9 ni pastga ko'paytiramiz, matematik amal bajaramiz. 9 ni 2 ga ko'paytirsak, hop, bu yerga yozamiz. 18x plus 9y ko'paytirsak 18y teng bo'ladi 36x ga. Hop, endi 36x dan 18x ayirsak 18x teng bo'ladi 18y ga. Bu degani ximiz teng bo'ladi y ga. Chunki 18 lar qisqarib ketadi. Endi bizda to'liq x, to'liqsiz y edi. X plus y'imiz jami 16 bo'ladi. Shunda x teng y ga ekan. X o'rniga y qo'ysak, y plus y teng bo'ladi 16 ga, 2y teng bo'ladi 16, y teng 8. Y'imiz 8 ekan, ximiz ham 8 mol ekan.
Demak, to'liq parchalangan glyukoza miqdori 8 mol, to'liqsiz parchalangan glyukoza miqdori 8 molni tashkil etadi. Xo'p, to'liq parchalangan glyukozadan hosil bo'lgan karbonat angidrid miqdori. To'liq parchalanishda 1 mol glyukozadan 6 mol karbonat angidrid, 8 molidan esa 48 mol SO2 hosil bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 48. 39-savol tahlili. Itlarda yung rangi irselanishi ikki juft allel bo'lmagan genlar faoliyatiga bog'liq bo'lib, birinchi juft dominant A geni yung rangi qora bo'lishi, ressiv A geni esa jigarrang bo'lishini ta'minlab beradi. Demak, 39-savol. A bo'lishi qora, ressiv alleli esa yung rangi jigarrang bo'lishini ta'minlar ekan. Jigarrang. Xo'p, endi ikkinchi juft dominant E geni esa ta'sirli ekan. Ta'sir etar ekan. Ressiv alleli esa ta'sirsiz ekan. Ta'sirsiz. Ya'ni, xo'p, dominant A geni bilan inhibitor geni ressiv holatda bo'lsa, it rangi qora bo'ladi. Ressiv A geni jigarrang, ressiv inhibitor geni bilan bir kelsa jigarrang bo'ladi. Agar dominant bilan kelsa, dominantda aytganda bo'ladi inhibitorlik. Boshqa bir avtosom xromosom joylashgan ressiv S geni gamma zigota holatda yung hosil bo'lmasligiga olib keladi. Natijada bunday avlod embrionli davridayoq halok bo'ladi, ya'ni letal ekan. Bu halok bo'ladi. Halok. Dominant S esa tirik qoladi hamda yung rangi hosil bo'lishda ishtirok etadi. Natijada barcha genlar bo'yicha heterozigota erkak it, barcha genlari heterozigota holatda ekan, mana. Va diheterozigota genotipi qora urg'ochi it, qora urg'och. Diheterozigota bo'lsin, katta A bo'lsin, diheterozigota hamda qora bo'lsin, rang yuzaga kelyapti. Bu degani ressiv inhibitor ishtirok etgan degani va S heterozigota holat. Endi bularni o'zaro chalgishtirish uchun matematik usuldan foydalanamiz. A larni o'zaro chalgishtiramiz, E larni hamda S larni o'zaro chalgishtiramiz. A larni o'zaro chalgishtirsak, monodrogayda. Hop, mana bu holatda genotiplar hosil bo'ladi. E larniki esa faqatgina ikkita. S larni o'zaro chalgishtirsak, S ikkita heterozigota va bitta gamma zigota ressiv hosil bo'ladi va bu nobud bo'ladi. Masala shartda aytib o'tib ketgan. Endi bizda F1 da jigarrang kuchuklarni tug'ilish ehtimolini so'ragan. Jigarrang kuchuklar. Bizda jigarrang bo'lish uchun kichik A bo'lishi kerak hamda ressiv inhibitor ishtirok etishi kerak va rang yuzaga chiqishi kerak, kattasi bo'lishi kerak. Gommo heteroligini bilmaymiz. Endi A 1/4 ta, chunki 4 ta genotip ichida bitta ressiv A bor va inhibitor 1/2 ta, ikkitasining ichida bitta ressiv E bor va 3 ta dominant S hammasidan hosil bo'ladi. 3/3 deb olamiz. Hop, yuqori 3 bo'ladi, past 4 kar 2 8, 8 3 ga ko'paytirsak 24 bo'ladi. Endi foizda so'ragan. 24imiz 100%, 3imiz qancha? 3 bo'lingan 24, 12,5% tashkil etar ekan. Demak, to'g'ri javob 12,5. 39-savolda eng muhim jarayon mana bu nobud bo'lishi. Xohlasangiz penetda ishlashingiz mumkin, xohlasangiz matematik usulda. Keyingisi 40-savol tahlili. 40-savol tahlilida kalamushlarda yung rangi kulrang bo'lishi, hop yozib olamiz. Kulrang katta A ekan. Qora esa A, kichik A ressiv holatda. Ko'z rangi pushti bo'lishi. Endi pushti dominant, qizil esa ressiv holatda bo'lar ekan. Xo'p, dumini uzunligi endi bu A va B genlar bitta gamalogik avtosoma xromosomida to'liqsiz birikkan holatda irsilanadi deyapti. Dumini uzunligi boshqa bir xromosomada ekan. Demak, uzun bo'lishi kattasi, kalta bo'lishi esa kichikisi. Xo'p, endi masala shartda aytayaptiki, qora yungli, qora kichik A avtosoma xromosomida yoki buni mana bu holatda yozsak bo'ladi. Xo'p, endi qizil ko'zli mana bu hamda hop uzun dumli ham boshqa bir avtosoma xromosomida birikkan holatda bo'ladi. Hop, buni o'chiramiz. Hop, uzun dumli gommo heteroligini bilmaymiz. Endi keyingisi. Bu bilan kulrang yung katta A gommo heteroligini bilmaymiz hozircha. Pushti ko'zli katta B bo'lishi kerak, lekin qavs ichida dominant genlarini har xil xromosomada joylashgan degan. Demak, dominant geni ikkinchi xromosomada. Hop, va bu heterozigota holatda ekan.
uzun dumli erkak, uzun dumli, gommo heteroligini bilmaymiz. Lekin asl shartda F1 avlodlarining 10% qismini kulrang yung, hop, qizil ko'zli, qizil ko'z ressiv B holatda uchraydi hamda kalta dum esa kichkinada. Buni birini o'sha otasidan, birini onasidan deb olsak, natijada ota-ona genotipini aniqladik va bular 10% tashkil etadi. Hop, keyingi ishimiz endi masala shartda Kressinger foizini so'rayapti. Hop, endi Parker boshqadan qolamiz. Hop, bularni o'zaro chatishtirsak, bundan ikkalasi bir xil bo'lgani uchun A va B gametali. Hop, bundan esa katta A, kichik B. Keyingisi A va B gametali, kichik A, katta B. Hop, endi D larni o'zaro chatishtirsak, kattada heterozigot holatda, kichikda hamda oxirgisi hop, ressiv holatda. Endi bizda mana bu organizmni 10% degan. 10%. Hop, endi bunaqa holatda genotip va dumini uzun kaltaligiga ko'ra, kalta dumlilar hop 10%, mana bu 10%. Endi bular 3 ta uzun dumlilar har biri 10% dan 30% bo'ladi. Jami kulrang qizil ko'zlilar 40% tashkil etadi. 40%. Bu degani bular 40% bo'lsa, bular ham 40% tashkil etadi. No crossing overlar. 40 ga 40 qo'shsak 80% degan. Bizda umumiy organizmda 100% desak, undan 80 dan ayirsak, crossing overlar 20% tashkil etadi. To'g'ri javob 20 bo'ladi. Crossing over endi mana bu holatda bo'ladi. A katta B, kichik A, kichik B. Shular crossing over formula. Demak, to'g'ri javob 20%.